Do'stlar, bugun sizlar uchun ajoyib elektromobilimiz iCar 207 modelini ko'rsatib o'tamiz. Tog'ajonimga olib beraman deb niyat qilgan akalar uchun oldi ko'rinishiga o'zingizlar bir qator baho berib qo'yasizlar. Zamonaviy LED chiroqlar bilan jihozlangan. Kapotimiz ostida 210 bitta ot kuchi, 15 litr bagaj hajmiga ham ega. Mana bu detallariga ahamiyat berib qo'yasizlar. Qimmatbaho plastikdan ishlangan 2 tonnagacha zarbani yutuvchan xususiyatga ega. Undan tashqari ключевой достуp, слепой zona, 360 kamera. Salon interyeriga o'zingizlar bir qator baho berib qo'yasizlar. 100% Tesla'dan ilhomlangan holatda salon interyeri ishlab chiqarilgan multifunksiyalar rol 360 kamera o'rindiqlarda abduf abagriff, simsiz quvvatlash, xolodilnik barigacha mavjud. Undan tashqari panorama tomimiz ham mavjud do'stlar. Endi mashinamizning ichki interyeriga o'zingizlar bir qator baho berib qo'yasizlar. 5 talik o'rindiqdan iborat. Barcha qulayliklarga ega ushbu modelimizni orqa ko'rinishiga ham bir qator baho berib qo'yasizlar. Realni ushbu to'chamiz 325 millionga arziydimi yo'qmi kommentariyada fikringizni qoldiring. Ushbu gigantimizni bir kunda bitta pasport bilan xarid qilib ketishingiz mumkin. iCar 207 bu ajoyib to'g'ri tanlov bo'ladi do'stlar. Benzinli mashina olib katta rasxod qilganingizdan ko'ra aynan shu to'chani 30 ming 40 ming so'mga zaryadka qilib 500 km yurish xohlasangiz, Avtosentral salonimizda barchalarni kutib qolamiz.